Juda ko'plar roddomga kerakli yoki keraksiz narsalar olib olishadi. O'shaning uchun shunaqa bo'lmasligi uchun sizlarga zo'r video yozdim. Salom qizlar, men ismim Xonzoda Akbarova. Men sizlarga foydali video oldim. Xudo xolis bu videoni saqlab olinglar va 10 ta xonador yaqinlarga jo'natib qo'yinglar. O'zi tug'ruq bilan ovora bo'lganlarda oshiqcha narsalar ko'tarib yurish kimga yoqadi? O'shaning uchun sizlarga imенно qisqa, lo'nda va kerakli narsalarni roddomga olish uchun yozdim. O'zimni tanishtirib o'taman. Men 2 ta farzandim bor. Instagram profil yuritaman va qizlarni ozdiraman. Ozdiruvchi korset, lasina, full body, yengil, harakatsiz mashqlarsiz ozishga yordam beraman. Sizlarga qiziq bo'lsa, pastda Telegram kanalimni va Instagramlarimni qoldirdim. Obuna bo'linglar va bu videoga iltimos like qo'yinglar. Itak qizlar, rodzal uchun alohida sumочкani yig'amiz. Itak birinchi kategoriya paketimiz bu rodzal, ya'ni vrachlar so'ragan narsalar va bolangizga va o'zingizga kerak bo'lgan narsalar. Suv, shokolad, men snikers olganman. Kofe. Nimaga kofe? Chunki bizani sheyka matkamiz yaxshi ochilishi uchun sal cho'pliroq, issiqroq narsa ichish kerak va shirinroq. Shuning uchun kofe bilan shokoladka olsangiz, matkiz sheykalaringiz ochilishga yordam beradi. Keyingisi doktor uchun perchatka 3 ta yetadi. Qog'oz rulon bitta so'rashadi va jidkaya milo. Buni odatda vrachlar so'rashadi, ya'ni uni o'ziga olib qolishadi. Keyin уже bolangiz uchun pampers kerak. O'zingizga ham pampers olsangiz bo'ladi. Agar sizda qonlar ketib qolsa, suvlar ketib qolsa, hamma joyingizga yoqib ketmasligi uchun o'zingiz uchun pampers ham bitta solib oling. Rodzalga. Bolangizga pampers, plyonka solib qo'ying. Bolangiz kiyintirgandan keyin juda sovuq qadadi. O'shaning uchun uni plyonkaga o'rashadi. Bolaga bitta yoki ikkita kiyimcha, qanizdan keyin men ikkita olganman. Qaysi biri qulayroq bo'lsa, o'shani kiydirishgan. Kindik uchun qisib qo'yadigan narsa, bitta life hack. Naqadir kerak emas futbolkalar yoki pastellar bo'lsa, o'shalarni chiroyli qilib yuvib, dazmollab, tayyorlab qo'ysangiz, o'sha bilan bolangizni artib, o'sha pastellni keyin tashlab yuborishadi. Ya'ni shunaqa bitta paketchaga eski pastellarni dazmollab solib qo'ysangiz, bolangizni artib tashlab yuboradi. Keyin обязательно tetratsiklin bola tug'ilishi bilan ko'zlariga infeksiya tushmasligi uchun tetratsiklinni ko'zlariga surib qo'yadi. Agar qishda tug'sangiz, bolangizga qalinroq adyol olsangiz bo'ladi yoki pledik. Ja qalin olmanglar, chunki baram ko'kriklarga yotqizadi va bola sizni issig'ingiz bilan isiydi. Uni baribir ham sovmasligi uchun olavering. Keyin dokumentlar bo'yicha обменный qog'ozni обязательно solib oling, ustiga solib oling paketingizni. Pasport kerak bo'ladi. Обязательно paket olib oling, chunki kiyib kelgan kiyimlaringizni yechib, shu paketga solib qo'yadi. O'zingiz uchun har xil vaziyatlar bo'lishi uchun kichkinagina влажный salfetkacha, kichkinagina quruq salfetkalar bo'ladi, to'rtburchak. Shunaqa solib olinglar, har xil vaziyat uchun. Lekin men bitta tapochka butun roddomga olganman. Bitta rezinovый tapochka olganman. Rodzalga ham kiyganman, chunki uni yuvish qulay. Masalan, qonlaringiz oqib ketsa, bemalol yuvorasiz. Noski bilan palatada ham kiyib yursangiz bo'ladi. Bitta rezinovый tapochka. Также tug'ish uchun kiyim, kalta qizlar, men putim yopib turguncha zamokli xalatcha olganman. Bitta farzandimni ham bitta kiyimchami ishlatganman. Rosa qulay. Chunki kuchanayotganingizda uzun narsalar sizga xalaqit beradi. Kaltagina ko'zingizni yopib turadigan xalat yoki oldi ochiladigan, bolangiz tuqqaningizdan keyin emizgin deb ko'krigingizga qo'yadi. Ochiladigan zamok yokida mamtiz ochiladigan pijama olib oling. И также qizlar, razrivsiz tug'moqchi bo'lsangiz, ya'ni yirtilishlarsiz, birinchi tug'asimi, ikkinchi tug'asimi, uchinchi tug'asimi, yirtilishlarsiz tug'ish uchun men video yozganman. 300 mingdan ortiq qizlarga alhamdulillah Allohim sababchi qilib yordam berdirgan. Xonzoda, men birinchi farzandimda razriv bo'lganman, siz videoyingiz tug'ib, ikkinchi farzandimda razriv bo'lmadim deb yozishgan. Va sizga vazelin ham kerak bo'ladi va vazelin nima kerakligini o'sha videomda ko'rsangiz bo'ladi. Shu videoning tagida razrivsiz tug'ish videoyimiz silkasini qoldirdim. Bemalol kirib ko'rsangiz bo'ladi. Juda foydali qizlar. Xudo xolasa rahmat deb o'zingizlar yozasizlar inshaalloh. Vazelin olasizlar aytganimdek, uni videoda bilib olasizlar nima uchun kerakligini. Va balzam lavilar uchun. Chunki nafas olayotganinglarda lavilar qurib ketadi. Namlab turish. Xullas bu bizani paketimiz rodzalga edi. Endi esa palataga yig'amiz. Palataga xolasangiz yana bitta tapochka oling, cho'pligina. Agar qishda tug'sangiz, tak rezinovый tapochka bitta o'zi yetadi. Tirpanib ham ketmaysiz. Rosa zo'r. Rulon qog'oz oling, chunki farzandingiz ko'p qisadi, ichi ketadi, nodurlar bo'ladi, qog'oz kerak. Pijama yana 2-3 ta oling, 2 ta yetadi. Zamokli, tuymachalik yokida ko'krigi ochiladigan bo'lishi kerak, bolangizni oson emizishingiz uchun. Pastel bitta kishilik, o'zingiz uchun ustingizga yopadigan ko'rpacha. Agar roddomda ko'rpachasiga ko'nglingiz tortmasa, agar tabingiz nozik, birovlar narsasini yopolmaydigan bo'lsangiz, to o'zingizga ko'rpacha ham oling. Ana qalingina plediklar bo'ladi, yengil shunaqa olsangiz bo'ladi. Также влажный salfetka juda kerakli narsa. Bolalar rosa ko'p kaka qiladi va har doim ham yuvish imkoni bo'lmaydi. Shuning uchun влажный salfetkada qo'lingizni isitib, issiq suvda yuvib, bolangizni popasini artasiz. влажный salfetka rosa kerak narsa. Prokladka kerak bo'ladi rosa ko'p qizlar, chunki oqim to'xtamaydi. Pampers yokida prokladka oling. Spetsial tug'ish uchun prokladkalar bor. Men nima qilganimni bilasizlarmi? Birinchi farzandimni endi men juda ekonomishni ayyor bo'lganman. O'shanda aytganimdek, bolani artish uchun plastinalarim rosa bor edi. Futbolkalar kerak emas, bor turib o'rtog'im o'shalarni men dazmollab yuvib,
o'zimga prokladka qilib yasaganman-da. Keyin o'shani qo'yib kirib bo'lish bilan tashlab yuborganman, kirib bo'lish bilan tashlab yuborganman. Ya'ni prosta u kiyim tashlab yubormasdan shunaqa qilib ishlatib tashlab yuborganman. Sizlar unaqa qilishni tavsiya bermayman. Sizlarni ham moliyaviy tarafdan sal qiyinchilik bo'lsa, hech kim sizga olib bermayotgan bo'lsa, unaqa qilsangiz bo'ladi. Ujus shunaqa narsani ham aytib beradim. Endi hayotda hammaning moliyaviy sharoitlari har xil-ku. Menda boshida endi imkonim bo'lmagan ko'p prokladka olishga. Keyin обязательно tualetni bumaga, bolangizga ko'p pampers, bola kam kaka qiladi deb o'ylasangiz adashasiz. Ko'p kaka qiladi. Pampers, lifchik ochiladigan kerak bo'ladi. Spesial mamtdan yechiladigan lifchiklar bor. Shunaqasini olsangiz bo'ladi. И o'zingiz uchun trusik kerak bo'ladi. 2-3 ta olsangiz bo'ladi. Также farzandimga 2 ta kiyim yetadi desangiz adashasiz. Farzandingizga ko'proq kiyimchalar olib oling. Iloji bo'lsa 5 ta, iloji bo'lsa 10 ta. Chunki farzandingiz ko'p qusadi, kaka qilib qo'yadi, o'tib ketadi. Shuning uchun sizga yetmay qolishi mumkin. 5 ta kiyimcha bo'lsa yetishi mumkin. Men baribir ham 5 ta kiyimcha olib, hammasini yuvib, quritib shunaqa qilib ishlatganman. И plyonkalar ham qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Chunki aytganimdek, bola ko'p qusadi, hamma narsangizga o'tib ketadi. Plyonka ham 4 ta 5 ta sovg'asangiz rosa qulay. Imенно hech nimaga muhtoj bo'lmaysiz. Nimadir qildimi, yuvmasdan paketga solib uydagilaringizga berib yuborasiz, o'shalar yuvishadi. O'zingiz o'sha cho'milmoqchi bo'lsangiz, sochiq olib oling, обязательно. Juda katta shart emas, kichkina standartni sochuv yetadi. Bolangizga yo'rga, o'sha plyonka deyiladi. Endi agar o'zbekchada kerak bo'lsa, yo'rga olib olasiz. 4 ta 5 ta aytganimdek. Обязательно o'zingizga to'g'ridan kelgan qoringiz agar qolib ketishini xohlamasangiz, korset oling, buni men sotaman. Hozir kichkinagina reklamni pauza bo'ladi. Agar siz keyinchalik bo'lgan bo'lsangiz yokida sizni qoringiz sal semizroq bo'lib tuqqaningizdan keyin osilib qoladi, bujmayib qoladi yokida osilgan qoringizni ketkazmoqchisiz yokida chokish tushgan va chokingiz ustiga unaqa qoringiz osilib qoldi kesiridan keyin o'sha qizlarga men shu full akbarova bodiyimizni tavsiya qilaman. Qizlar bu juda ham zo'r ozdiradi. Ko'rayotganlarda bu sirasi hamma muammoni yechadi. Ya'ni sonlaringiz semiz bo'lsa, qorinlaringiz semiz bo'lsa, osilgan qorinlaringiz bo'lsa, bellaringizda yog'lar bo'lsa, shu uchun yordam beradigan full akbarova body qizlar. Bu nalichda bor, lekin kam qolgan qizlar. O'zbekistonda umuman hech kimda yo'q, faqat bitta odamda bor va o'sha odam ham $120 ga sotadi qizlar. Aman esa ancha arzon narxda sotaman qizlar. Juda sifatli, cho'zilib ketmaydi. Xudo xolis qo'llarga tegandan keyin o'zingizlar ko'rib, "Vau, hozir rosa sifatli narsa ekan" deysizlar. Va eng asosiysi buni roddomdan o'tganlarda kiyib tushsanglar bo'ladi. Figuralarni qum soat qilib qo'yadi, realni qizlar. Juda chiroyli shaklga keltiradi. Buni S razmerdan XL razmergacha bor, ya'ni hamma qizlarimizga to'g'ri keladi. O'tganlarda popo, ko'krak uchun joylari ham bor. Qatorlari ham juda katta, ya'ni ozganing sari qator sekin alishaveradi. Buni har kuni 8 soatdan taqsangiz, figurangiz qum soatga aylanadi. Belingiz juda ingichkalashadi. Osilgan qoringiz tortilib ichiga kirib ketadi va boshqa qayta buni kiymay qo'ysangiz, qayta semirib ketmayman deb so'rashadi. Yo'q, qayta semirib ketmaysiz qizlar. Zakaz uchun обязательно pastdagi telegramlarimizga murojaat qilinglar. Srazu to'lov qilishlar bilan yetkazib beramiz. Uzun marketda yetgancha ham mahsulotlarimiz bor. Bizning уже 17 mingta klientimiz bor. Qizlar, xudo xolasa sizlar ham men tanlaganlar uchun juda xursand bo'lib berasizlar, chunki sizlar uchun harakat qilib ishlaymiz. Men uzun marketda bo'lib to'lashga olsangiz bo'ladi. Marketdan olmoqchi bo'lsangiz, iltimos razmerni bizga birinchi aytib, uzun marketdan olmoqchiman, razmer tanlab beriladi deb aytsanglar, biz sizlarga точный razmer tanlab beramiz. Ya'ni aytib o'tmoqchiman qizlar, kimda natija bo'lmagan bo'lsa bunaqa narsalar olib, nega natija bo'lmaydi? Chunki razmer noto'g'ri tanlanadi yoki poddelka mahsulot olgan bo'lasizlar yoki to'g'ri tartibda kiymagansizlar qizlar. Biz hammasini o'rgatib klientlarimizga bu narsani sotamiz va o'rgatamiz qanaqa taqish kerakligini. Va eng asosiysi aytmoqchiman, razmer to'g'ri tanlansa natija обязательно bo'ladi qizlar. Razmer katta yoki kichik oshiqcha olsanglar, afsuski yordam bermaydi. O'shaning uchun ideal razmer tanlash uchun bu narsani biz tekinga sizlarga razmer tanlab beramiz. Hoziroq lichkamga yozinglar, sizlarga ideal to'g'ri keladigan razmer tanlab beramiz. Va aytgancha biz sotadigan mahsulot umuman O'zbekistonda yo'q. Bu spesial biz uchun tikiladigan mahsulotlar. Также pustoy paket kerak bo'ladi. Oddiy ruchkali magazindan qolgan paketlarni yig'ib qo'ysangiz, 5 ta shtuk o'zingiz bilan olsangiz, ixchamgina bo'ladi-ku. O'zingiz kir kiyimlaringizni, musirlarni, bolangiz pamperslarini o'sha yerga tashlaysiz. Также men bu narsani olmaganman, ko'proq yozishgan. Ko'krak uchun sog'g'ich bola ko'p emolmaydi, o'shaning uchun ko'krak ishib isitma berib yuborishi mumkin. O'shaning uchun ko'krakka sog'adigan olishingiz kerak. Zaryadka, o'zingizga ehtiyojingizga kerak narsalarni unutib olmaysiz. Zaryad kerak bo'ladi. Hozir yana boshqa punktlarni aytaman. Bu idish tavo обязательно kerak narsa. Bizga qoshiq, stakan, termos, bolangizga kashlik qilib bersangiz agar va o'zingiz ham choy ichaman desangiz, har safar oshxonaga borib yurmaysiz. Kosa, tarelka, qoshiq, stakan, termos, kosa, tarelka. Iloji bo'lsa qoshiqdan 2 ta, kichkina qoshiqdan ham 2 ta oling. Chunki ba'zida nimadirlar farzandingizga ham ichirasiz, o'sha paytda qoshiq kerak bo'ladi. Endi keyingi punkt bu gigiyena. Yana bitta qo'shib aytaman. Tualet bumaga, o'zingizga trusik va prokladka, zubnoy pasta, uchistka, ko'krak uchun disk, sizlarga oshib oqib ketmasligi uchun shampun olib olasiz. Kichkina idishchaga solib oling. Ko'p butun shampunni olib yurmang. Taroq kerak bo'ladi qizlar. Kichkina taroqcha olib oling. Также men roddomlarimda negadir hech qachon oyna bo'lmagan. O'zim makiyaj qilmoqchi bo'lganimda yoki o'zimga qaramoqchi bo'lganimda umuman qaramaganman, chunki oyna bo'lmagan. Yine o'zingiz uchun, endi ko'p o'zingiz sevsangiz, ko'rsangiz, oynacha olib oling. Sochingizga rezinka, zakolka bitta olib oling. Chunki farzandni yoyilgan soch bilan qarash qiyin. Men makiyajimni o'zim qilib chiqaman. Chunki menga makiyaj qilishsa umuman yarashmaydi. Xunuytirib qo'yishadi. O'shaning uchun makiyajni o'zim qilib chiqaman doim.
makiyaj qilmoqchi bo'lsangiz o'zingiz uchun makiyaj narsalaringizni olib oling. Turmush o'rtog'ingiz 100% esdan chiqaradi. Nimadir o'zi. Men o'zim bilan sraz olganman. Va uyda обязательно tayyorlab qo'ying. Agar siz hijobsiz bo'lsangiz, pen, jingali qilib chiqmoqchi bo'lsangiz, gafri, ploydkalarni uyda tayyorlab qo'yilib, bitta joyga qo'yib qo'yilib, turmush o'rtog'ingizga aytasiz. Mana shu paketni menga olib kelib berasiz. Takjaga ro'molli bo'lsangiz, kiyimlaringizni chiroyli qilib dazmollab, tayyorlab, oldindan tayyorlab ilib qo'ying. Mana shu rasmga ham oling, bilasizmi? Shu narsani menga hammasini olib keling deb. Oyoq kiyimingizni ham rasmga oling, ro'molingizni ham, kiyimingizni ham. Chunki tushuntirish telefonda rosa qiyin. Keyingisi, bola uchun ba'zi punktlar qaytarilishi mumkin, qizlar. Men nima eslasam yozdim. Bola uchun pelyonka aytganimdek, eng asosiysi, agar siz bolangizni ko'krida prям 100% emizmoqchi bo'lmasangiz, soska bilan butilka обязательно oling. Men masalan Muhammad Zohirda faqat o'zim ko'krak bilan emizib katta qilganman. Umuman butilka ham, soska ham olmagan va men qiynalganman. O'shaning uchun Mursalinda, ikkinchi farzandimda, qizimda men srazu qaror qilganman, что balintidan boshlab ham beraman, butilka ham beraman, и soska o'rgataman deb. O'shaning uchun ko'kragimga ozgina emgan, keyin o'zi srazu soska berib, kasha berganman, qorni ham to'ymagan. Bilasiz, siz ham menga o'xshab qiynalmoqchi bo'lmasangiz, uydagilaringiz yo o'zingiz emizasiz demasa, to kasha ham oling ozgina, chunki bolangiz по-любому to'ymaydi. Va agar siz keyinchalik o'qishga boradigan bo'lsa yoki ishlaydigan bo'lsa, sizga по-любому bolangiz butilkaga, soskaga o'rganish bo'lishi kerak. O'shaning uchun agar sizning maqsadingiz tezroq soskaga va butilkaga o'rganishni xohlasangiz, to sraz roddomdagina bering. Va eng katta xatoim meni Muhammad Zohirda men soskaga o'rgatmoqchi edim, lekin afsuski soskani men razmerlari borligini bilmagan ekanman va Muhammad Zohirga 1 yoshli bolani soskasini olmagan ekanman va o'shanda o'rgana olmagan. 0-3 yoshlik soskalar bor. Shunaqani olinglar. Yoshiga e'tibor beringlar. Qizlar meni xatoyim qilmanglar. Az Mursalina xonimim, men srazu kasha berib, butilka berib, soska berib o'rgatib chiqaman va haligacha soska yemadi. O'shaning uchun siz ham niyatingiz soska bilan butilka o'rgatmoqchi bo'lsangiz, to srazu roddomdan o'rgating. Masalan, meni qaynisinim birinchi farzandlarini tuqqanlaridan keyin srazu o'qishga chiqqanlar-da. Ular srazu roddomda o'rgatib chiqqanlar. Soska aytganimda 0 yoshlik kasha olishingiz kerak yoki uydagilaringiz olib kelib berishadi, по-любому har kuni kelishadi-ku. Butilka, kiyim, tetratsiklinovoy mays, bepanten. Bu eng zo'r narsa. O'zingizga ham kerak, bolangizga ham kerak. Bolangiz ko'p qilgandan ko'tlari qizarib qoladi. O'shaning uchun har ko'tini arshtirayotganlarda, tozalaganlardan keyin, quritib bo'lganlardan keyin bepanten chumbullariga, momoqchilariga surib qo'yinglar qizlar. Chunki ko'ti qizarmasdan zo'r yog'lanib, zo'r bo'lib turadi. Glavoy qo'llar bilan yedirib yuborsanglar bo'ldi. Va ko'kriklarning uchiga ham zatsini qo'yinglar, chunki ko'krak yoriladi. Bepanten qo'yib, ustidan diskilarni qo'yib, lifchiklarni taqib olsanglar va shunaqangi zo'r, ko'kraklar umuman yorilmaydi. Ush bola men so'rayotgan bo'lsa, srazu artib, bolangizga berib, yana srazu qusirib ol. Yana srazu qo'yib olinglar, o'shanda ko'kriklar yorilib ketmaydi. Обязательно agar sizni ichingiz qotsa, glitserin olib oling. O'zingizga ham kerak bo'ladi, farzandingizga ham kerak bo'ladi. Ba'zi bir kaka qilolmay qiynaladi, o'shanda glitserin yuvorish kerak bo'ladi. Glitserin suyuq bor farzandingiz uchun, o'zingiz uchun pech olib oling. Chunki tuqqandan keyin ko'pladi, ichi qotadi. Gradusning kerak bo'ladi, chunki har osmotrda bolangni temperaturasi necha deb so'raydi. Sovun olib olinglar o'zingizlarga qo'llarga, jidga sovun ham yetadi. Bolalar uchun bepanten olgan bo'lsanglar, prisipka shart emas, chunki men mamtiga ham, qo'ltig'iga ham, oyog'ining orasiga ham bepanten doim surardim. No, agar yoz bo'lsa, to prisipka olganlar yaxshi. Va agar sizda razriv bo'lgan bo'lsa, chok tushgan bo'lsa va meni videoyimni ko'rmasdan tuqqan bo'lsangiz, to levmikol olib oling. Bint bilan levmikol surib o'sha chok tushgan joyiga qo'ysangiz, roddomdan boshlab tez bitib ketadi qizlar. Lekin обязательно tug'ishdan oldin meni videomni 2-3 marta ko'ringlar qizlar. Juda yordam beradi. Rosa ko'p qizlar rahmat xonadon deb yozishadi. Shuning sizlarga ilinib aytibman. Qizlar обязательно ko'ringlar, chunki biz ko'p narsani bilmasdan qilamiz va shu sababdan o'zimiz qiynalib yuramiz. Sizlar ham qiynalib emasliginglar uchun iltimos videoyimni ko'rib keyin tug'ishga ketinglar. Shu video sizlarga yoqdi degan umiddaman va foydali bo'ldi degan umiddaman qizlar. Like qo'yinglar iltimos, men rosa xursand bo'laman. Qancha ko'p like qilsanglar, shuncha qizlarga foydam tegibdi deb xursand bo'laman qizlar. Kommentariylar yozinglar, nimadir yana esimdan chiqdimi yo'qmi va Instagramga, Telegramlarimga obuna bo'linglar. Agar tug'ruqdan keyin qorinlaringizni kirgizmoqchi bo'lsangiz, ozdirmoqchi bo'lsangiz, to Karset o'zimdan xarid qiling. Dastavka butun O'zbekiston bo'ylab bor, dastavka bepul. Yoniga sovg'achalar qo'shib beramiz va zakaz qilishingiz bilan biz to'lov oldindan srazu Toshkentda bo'lsangiz yetkazib beramiz. O'sha kuni, agar viloyatda bo'lsangiz 2 kunda pochta orqali yetkazib beramiz. Odzivlarni hammasini kanallarimizda o'qisanglar bo'ladi. Sizlarga omad, inshaalloh dardinglar yengil bo'lib, tezda tug'ib olinglar qizlar. To'g'ri nafas olishda eslardan chiqarmanglar. Tug'ishdan oldin mana videolarni ko'rishdan eslardan chiqarmanglar. Sizlarni yaxshi ko'raman. Bu videoni 10 ta tug'moqchi bo'lgan yaqinlarga jo'natib qo'yinglar. Juda ham yaxshi ko'raman. Boringlarga shukr. Bay bay. Aytgancha bu videoni ham o'zim xudo xohlasa 3-farzandimga homilador bo'lsam, shu videoni ko'rib обязательно sumkamni yig'aman. Chunki har safar nima yana olish kerak deb ikkilanib yurmayman. Har safar shunaqa bo'layotdi.